Voy, bo'lmabdi. Mana qilasizlarmi? Hech ham bo'lmabdi. Qiladi-yu. Kirgizmaylar o'sha xotinlarni uylarga. Kirgizmaylar uylarda sir asroriga. Kirdimi? Voy desa aralashmang. Bu bizning shaxsiy hayotimiz, g'ildiring. Mana shu bilan to'g'ri qilamiz deyapsizlarmi shu remont bilan? Ishing bo'lmasin seni. Ishing bo'lmasin, aralashma, bu bizning shaxsiy ishimiz. Siz o'zingiz hasrat holtingizni ochuvdingiz. U nima qildi? Maslahatni berdi-da qo'sh tirnoq ichidagi. Ine kelganda kesiz ine uydalar buzilib turibdi-da peylar. Jo'natmay o'sha odamlarni oldiga. Unaqa odamni kirgizmay uyingizga. Siz erkak kishi sifatida hovlini xo'jayini palonchi kirmasin deyishga haqqingiz bor. Bilasizlarmi shu narsani? Palonchi kirmasin men eshigimga deydi. Agar kirgizsa gunohkor bo'ladi, osiy bo'ladi ayol kishi.